Turkiyaning ochko'zligi va tartibsizligi haqidagi hikoyamni aynan shu hodisadan boshlayman. Turkiyadagi tog' kurortidagi mehmonxonada deyarli 80 nafar sayyoh yonib vafot etdi. Oshxonadagi yong'in natijasida butunlay quruq yog'ochdan qurilgan mehmonxona binosi mash'al kabi yonib ketdi. Shunday qilib 200 dan ortiq kishi haqiqiy mangalda qamalib qoldi. Binoda yong'in o'chirg'ichi, yong'in signalizatsiyasi ham bo'lmagan. Shuning uchun ko'pchilik to'shaklarida hatto to'liq uyg'onishga ham ulgurmay halok bo'lgan. Qutulishga urinib, ota-onalar bolalarini derazadan uloqtirib, orqasidan o'zlari sakrab qo'l-oyoqlarini sindirib olishgan. Yong'in o'chiruvchilari pastdan yetib kelgunicha 1,5 soat vaqt o'tdi. Nima deysiz? Qurilishda o'g'irlik qilish bu eski turk an'anasi. 2023-yilda katta zilzila turk devorlarini mustahkamligini sinovdan o'tkazdi. Natija shuni ko'rsatdiki, binolar qurilishida ozgina o'g'irlik ishlatilgan. To'g'ri uskunalar ishlatilmagan va yetarli miqdorda uskunalar bo'lmagan. Shuningdek, beton aralashmasi ham kerakli darajada emas edi. Demak, fundament keraklicha mustahkam bo'lmagan va har doimgidek albatta nazorat va tekshiruvlar to'g'ri o'tkazilmagan. 14 million kishi jabr ko'rdi. 50 mingga yaqin onalar, bolalar va otalar vayronalar ostida hayotdan ko'z yumdi. Ko'rinib turibdiki, oddiy qurilish normalariga rioya qilganida ancha kam odam halok bo'lgan bo'lardi. Lekin aslida umuman hech kim o'lmas edi. Mana sizga Erzin, zilzila hududidagi yagona qurilishida o'g'irlik bo'lmagan shahar va u yerda umuman bironta ham odam o'lmagan. Haqiqatan ham 0. Hatto devorlarning shpaklyovkasi ham to'kilmagan. Mo'jizaday ko'rinadi, to'g'rimi? Lekin Erzin hokimi sehr borligini inkor etadi. Hokimlar noqonuniy qurilishlarga ruxsat bermaganlar. Biz har doim ustunlardagi temirning maksimal miqdorida foydalanganmiz, minimal emas, va kelishuvsiz qo'shimcha qavatlar qurishga ruxsat bermaganmiz. ...2020-yil boshidan buyon O'zbekiston so'mi dollarga nisbatan taxminan 20% ga tushdi. Markaziy bankning asosiy stavkasi esa 13-14% gacha ko'tarildi. Va bundan keyin hammaga qiyin bo'ldi, to'g'rimi? Narxlar ko'tarildi. Ipoteka esa juda ham og'ir yukka aylandi. Endi tasavvur qiling, vaziyat bundan o'nlab barobar yomonroq. Bu Turkiya. Chunki o'sha 2020-yildan beri turk lirasi 500% ga tushdi. Asosiy stavka esa 8% dan 50% gacha ko'tarildi. Boshqacha qilib aytganda, bugun Turkiya iqtisodiyoti haqiqatan ham ko'tiga kirib ketmoqda. Optom savdogarlar hozir foyda ko'rmayaptilar. Men ham, xaridorlar ham bundan azob chekmoqda. Hech kim daromad ko'rmaydi, hamma minusda. UNICEF ma'lumotlariga ko'ra, Turkiya fuqarolarining kamida 3dan biri qashshoqlik chegarasida yashaydi. Va bu dinamika kosmos tezlikda yuqoriga uchmoqda. Bunday qashshoqlik tezlik bilan jinoyatchilik va narkobiznes muammolarini keltirib chiqarishini tasavvur qilish qiyin emas. Ko'zingiz oldida Banzai, Turkiyadagi eng mashhur giyohvand moddasi. Ko'rinishi oddiy nashaday, ammo bu dizaynerlik giyohvandi. Shuning uchun unda ko'p qo'shimcha aralashmalar mavjud. Banzai'ni atiga 2 oy iste'mol qilish shizofreniyaga, ba'zan esa infarktga olib keladi. Turli hisob-kitoblarga ko'ra, bugungi kunda taxminan 5 million turk bu ahmoqgarchilikka berilgan. Va eng muhimi, mahsulotni sotib olishga umuman muammo yo'q, chunki mamlakat bugungi kunda Afg'onistondan Yevropa mamlakatlariga og'ir moddalarni tashish uchun eng yirik markaz hisoblanadi. Bu odam oyiga 500 kilogramm pux tashigan va shu bilan birga turk chegara qo'riqchilari bilan qanday do'stlashganini aytib beradi. Xullas, ular sizdan maosh olishgan, shundaymi? Ha. Bojxona, aeroport xodimlari hammaga naqd pul to'laganman. Aytgancha, bu bratni shuncha ishlagan pullari foydali joylarga sarflanmagan. Hammasini ichib-chichib yo'qotib o'rgan. Hozir esa Angliyada og'ir hayot kechirmoqda. Shu bilan birga Banzai'dan kayf qilib yurganlar va ba'zan oddiy kambag'allar ko'chalarda o'g'irlik qilib yurishadi. Yoshlar qishtalarda pichoq olib yurishadi, chunki ular juda arzon va sotib olish oson. Istanbuldagi odamlar zo'ravonlikka moyil. Shuning uchun, aytaylik, oddiy odamlarning ko'pi pichoq olib yurish odatiga ega. Va ko'cha jinnilarining eng xavflilari bu asosan fohishalardan pul undiradigan va albatta giyohvand moddalar tarqatadigan mafiya bo'lgan futbol muxlislari. Guruhning rasmiy a'zosi bo'lish uchun boshqa guruhdan bir odamni topib, uning ko'tiga 30 santimetrlik pichoqni tiqib, yaxshilab aylantirish kerak. Buni bursa deyishadi. Futbol bo'yicha Yevropa chempionatida Turkiya terma jamoasi yulduzi Merih Demiral g'alaba to'pini kiritadi va undan keyin sodir bo'lgan narsani siz hech qanday rasmiy video yozuvlarda ko'rmaysiz.
chunki u barcha yozuvlardan kesib tashlangan. Futbolchi baxtiyor holda tribunaga yugurib boradi va turk fashistlari va terrorchilari guruhiga imoshora qilib ko'rsatadi. U kulrang bo'rilar deb nomlanadi. Ularning ideologiyasi irqiy ustunlik, antisemitizm va armanofobiya. Kulrang bo'rilar a'zolari terrorchilik harakatlari, qotilliklar va hatto Rim papasiga suiqasd uyushtirishda bevosita ishtirok etgan. Avstriya yoki Fransiyada bunday harakat qamoqqa uzoq muddatga tushishga olib keladi. Biroq o'yin bo'lib o'tgan Germaniyada bu qonun hali ishga tushmagan. Natijada Demiral faqat 2 o'yinga diskvalifikatsiya qilindi va shu bilan birga o'z hukumati va xalqi tomonidan nima deb o'ylaysiz? Albatta, to'liq qo'llab-quvvatlandi. Tarafkashlik. Turkiya MIBi bu qarorni shunday izohladi, lekin odamlar mana bunday izoh berishdi. Qaysi mamlakatni eng ko'p yomon ko'rasiz? Isroil. Menga armanlar yoqmaydi. Nima uchun? Chunki bizning tariximizda ko'p muammolar bo'lgan. Keling, bu yigit tarixda qanday muammolar haqida gapirayotganini tushuntirib beray. 1940-yillarda Rafael Lemkin genotsid tushunchasini nemislar tomonidan yahudiylarga va turklar tomonidan armanlarga qarshi misl ko'rmagan vahshiyliklarni tasvirlash uchun kiritgan. Arman masalasini hal qilish natijasida turklar tomonidan 1,5 million arman qirib tashlangan. Armanlar Osman imperiyasi hududida yo'q qilindi. Ular shu Osman imperiyasining aholisi edi va ular etnik va diniy mansubligiga ko'ra yo'q qilindi. Ya'ni bu urush emas edi, bu harbiy harakatlar emas edi. Ular jangovar harakatlarda halok bo'lmadilar. Armanlar Rossiyaga sodiq xristian aholi sifatida yo'q qilindi. Bugungi kunda Yevropaning ba'zi mamlakatlarida arman genotsidini inkor etish jinoiy javobgarlikka tortiladi. Turkiyada esa aksincha, uni tan olish jinoiy javobgarlikka tortiladi. Chunki Turkiyaning rasmiy versiyasiga ko'ra genotsid umuman bo'lmagan. Lekin genotsid bo'lgani aniq fakt. Amerikalik jurnalistda armanlar jasadlarining dalillari va fotosuratlari ham bor, ammo Turkiya genotsidni tan olmaydi. Uning faktlari aniq emasligi uchun emas, balki uni tan olgan taqdirda javobgarlikni o'z zimmasiga olishga majbur bo'lgani uchun. Masalan, Germaniya tavba qildi. Turkiya esa to'xtashga niyati yo'qligini ko'rsatdi. Natijada armanlar o'zlariga kichik bir yer topib, uni oz-moz bo'lsa ham himoya qila oldilar. Ammo buni qila olmaganlar ham bor. Kurdlar yoki boshqacha qilib aytganda yazidiylar. Kim bilmasa, bu xalq Eron, Iroq, Siriya va Turkiya chegaralari orasiga tarqalgan. Yazidiylarning qanday ko'rinishini kim unutgan bo'lsa, eslatib o'taman. Anana avvalgidek emas. Ya'ni Yezidga uylanish kerak. Men harakat qilyapman. Shuning uchun men 30 yoshdaman. Hali uylanmaganman. Onam yordam beradimi? Ha, onam yordam bergan, albatta. Onang bilan WhatsAppda Tinder boshlanib, bunga qara, onga chapga sur degan gaplar chiqsa. Butun tarix davomida shu kungacha yazidiylar Turkiya hududida milliy ozchilik sifatida ta'qibga uchrab, davlatdan haydalgan. Atiga 10 yil oldin esa Turkiya rahbari tomonidan o'rgatilgan, qurollantirilgan IGIL terrorchilari 10 minglab yazidiylarni qirib tashlashgan va minglab ayollarini qul qilib zo'rlashgan. Va bu yetarlicha yangi ma'lumotlar. Butun internetda kurdlarning talon-taroj qilinishi, qatl etilishi, zo'rlanishi aks etgan videolar to'lib yotibdi. Kurdlarning baxtiga qarshi ular musulmon ham emas. Ular xristianlik, islom va iudaizm aralashmasi bo'lgan yazidiylik dinini e'tiqod qilishadi. Mana ularning ramzi. Lekin bu ularni qirib tashlash kerak degani emas. Shuni tushunish kerakki, Erdoganning kurd masalasini hal qilishga urinishi shunchaki hududlarni nazorat ostida ushlab turish emas. Kurdlarni o'ldirish Erdoganning aynan fashistik ideologiyasi. Shuning uchun Turkiya hukumati nafaqat Turkiyada, balki uning tashqarisida ham kurdlarni o'ldirmoqda. 2013-yilda Fransiyada turk razvedkasi agenti Umar Guni niqob ostida 3 nafar kurd ayol huquq himoyachisini otib o'ldirdi. Umar turk agenti ekanligiga dalillar bormi? Dalillar bo'lmadi-mu? Shubhalar bor. Qo'lga olinganda uning yonida bir necha sim karta topilgan. Ulardan biriga qo'ng'iroq qilsangiz, razvedka ozgina sezdirib qo'yadi. Salom, ma'lumotnoma. Salom, menga telefon raqami haqida ma'lumot kerak. Albatta. Bu raqam Ezurum shahri maxfiy xizmatiga tegishli. Rahmat. Fransiya hukumatining rasmiy murojaatlariga Turkiya umuman javob bermadi. Shuning uchun jurnalistlar tashabbus ko'rsatib, Erdoganning maslahatchisiga shaxsan o'zlari kelib savol berishdi. Bu hujjatni umuman qimmati yo'q. Qanday qilib, hurmatli? Mana, turk razvedkasi xodimlari tomonidan imzolangan rasmiy qotillik buyrug'i
Bunga nima deysiz? Bu shunchaki qog'oz parchasi. Menga yozuvlarni bering. Bu ishlamaydi. Men bu yozuv ishlatilmasligiga kafolat berishingizni xohlayman. Kamerani o'chiring. Ushbu intervyudan so'ng Fransiya qamoqxonasidan telefon orqali gaplashayotganida Umar Guni o'z sherigiga manzilni aytib va u yerda uni qochishga yordam beradigan odamlar borligini aytdi. Jurnalist Ankaradagi shu manzilga yo'l oldi va siz uni qayerga kelganini bilib ishonmaysiz. Ha, Turk maxfiy xizmatining bosh ofisiga. Ha, aytgancha, Turk FSBsi juda ham ahmoq. Shuning uchun ular ishlarini har doim shu tarzda sezdirib qo'yishadi. Va bunday sharoitda Turkiya rahbariga shunchaki qo'llarini qonga botirishdan qo'rqmaydiganlar kerak. Bundan tashqari, terrorchilar va bu ahmoq miyani islom nomidan dunyoga qarshi chiqish umumiy maqsadi bog'lab turadi. Va bilasizmi? Bu aloqa mustahkam ideologik ittifoqidek tuyuladi. Men musulmonman. Men anti-islomga hech qachon bo'ysunmayman. Biroq bu yerda ikki narsani tushunish mumkin. Birinchidan, Rajab Erdoganning haqiqiy ittifoqchilari yo'q. U hamma bilan qo'l berib ko'rishib, keyin esa kedat qilib ketadi. Men uchun ham to'ylaysizmi? Ha, to'ylayman. Ikkinchidan, u islomga tupurgan. Chunki islomni himoya qilamiz deganda, mening islom diktaturamni himoya qilamiz deganini nazarda tutadi. Meni diktator yoki boshqa deb atashlari qiziqtirmaydi. Bu quloqdan kirib, u quloqdan chiqadi. Turkiya liderining islom davlatlari bilan bevosita aloqalari haqida Yevropa Ittifoqi, Rossiya va Amerika hukumatlari bayonot bergan. Turkiya yaqin va O'rta Sharqdagi diniy gruppirovkalar uchun markaziy platformaga aylandi. Bu Germaniya ichki ishlar vazirligining 2017-yildagi xabari. 8 yildan so'ng Krokusdan qo'lga olingan ikkita hayvon Turkiyada tayyorgarlikdan o'tganini aytishdi. Va bu ma'lumot uchun 100% javob beraman. Chunki tuxumchalaringga elektr toki berilganda yolg'on gapirish qiyin. Ichki pressada esa Rajab Erdogan halol, adolatli va fidoyi millat yetakchisi sifatida tasvirlanadi. Lekin ba'zan gazeta lavhalari haqiqatdan shunchalik uzoqki, hatto o'rgatilgan turk miyalari ham hayronda. 2020-yilda Erdogan Fransiya bilan janjallashib, fuqarolarini fransuz tovarlarini boykot qilishga chaqiradi. Shunda turk xalqi, to'xta, mo'ylobli. Xotining emi-nechi? U millionlab dollarlik fransuz brendlariga boshidan oyog'igacha kiyingan-ku deb so'rashdi. Va xalq noroziligini kamaytirish uchun nazorat ostidagi ommaviy axborot vositalari xuddi nusxadan ko'chirganga o'xshab Eminening $500 million kiyimlari va sumkalari ishonmaysiz. Soxta poddelka ekanligi haqida ertaklar yozishni boshladi. Juda ham haqiqatga o'xshaydi, to'g'rimi? Tasavvur qiling, shaxsiy samolyot bozorga kelib, Emine samolyot zinasidan tushib, soxta Hermes, Chanel, Gucci xarid qilib, shunday qaytib uchib ketadi. Menimcha hech qanday mo'jizali joyi yo'q. Mana Erdoganning katta o'g'li Ahmet Burak. Oddiy bir kunni o'zida haydovchilik guvohnomasi bo'lmagan holda turk qo'shiqchisi Sevim Tanyurekni mashinasida urib uni o'ldiradi. Baxtsiz hodisadan so'ng unga orqa sana bilan haydovchilik guvohnomasi beriladi. Kommunal xizmatlari yo'ldagi jinoiy izlarni tezda yuvib tashlashadi. Barcha guvohlar va Sevimning eriga politsiya darhol aytadi: gapirib, shikoyat qilsangiz yashamaysizlar. Natijada siyosatchining o'g'li bir kun ham qamoqxonada o'tirmay, bir necha mayda jarimalar bilan suvdan quruq chiqib ketadi. 2024-yilda Turkiyaga 230 mingdan ortiq O'zbekiston fuqarosi tashrif buyurgan va ehtimol uni boshqacha eslashadi. Plyajlar, animatorlar va hamma narsani o'z ichiga olgan mehmonxonalar. Lekin aniq ayta olamanki, Turkiya hammaga ham yoqmagan. Mana misol, mavsumning hiti. Bir yigit sizning oldingizdan o'tib, poyabzal chotkasini tushirib qo'yadi. Uni ortidan quvib, chotkasini qaytarib berasiz. U sizga buning uchun juda ham minnatdor bo'ladi. Shunchalik minnatdor bo'ladiki, darhol oyoq kiyimizni tozalashga tushadi. Ammo muammo shundaki, tozalab bo'lgandan keyin u poyabzal tozalash $100 turishini aytadi. Agar to'lamasangiz, u politsiya chaqiradi. Turkiyada esa politsiya albatta turk taraf bo'ladi. Turkiya har qadamda o'zlarini boshqalardan ustun qo'yishlarini his qiladigan mamlakat. Suhbatda, xatti-harakatda, hatto mayda narsalarda ham o'z millatini boshqalardan yuqori deb bilishlari seziladi. Ular boshqa ovozni, boshqa madaniyatni, boshqa dardni tan olishmaydi va hatto iqtisodiyotni ushlab turgan turistlarga ham past nazar bilan qarashadi. Ular uchun siz inson emassiz. Balkim faqat bir hamyonsiz. Turk erkaklarini erlari bor turist ayollarga hurmatsizlik,
ochko'zlik bilan vahshiylarcha qarashi alohida mavzu. Natijada bir manzara hosil bo'ladi. Bir tomonda yopishqoq nigoh va ochko'zlik, boshqa tomonda natsizmga yaqinlashuvchi ko'zbo'yamachi millatchilik. Turkiya dunyoga mehmon do'st mamlakat obrazini sotishga harakat qiladi. Lekin bu pardaning ortida men shaxsan duch kelgan og'ir, yoqimsiz, rasvo haqiqat yashiringan.